Assalomu alaykum, xayrli kun. Bugun u qilaman, ertaga bu qilaman, innga musofirga boraman. O'sha yerda ishlab, mana shu niyatlarimga yetaman. Yoki biron falon ishxonaga kirsam, mana shuncha pul ishlasam, mana shunday orzu-havaslarimga yetaman deb siz plan qilib kun o'tkazayotgan vaqtingizda kun emas, sizni umringiz o'tib ketyapti-da. Shu uchun mana Befri kompaniyasi oddiy insonlar uchun biz mana shu oddiy kolxozchi, qora ishchi, umuman oddiy insonlar uchun yaratilgan kompaniya borligini bilishingizni xohlardim. Odamdan odamga pul o'tish yo'li bilan qanchadan qancha daromad qilib, qanchadan qancha orzu-havaslaringizga yetishingizni istardim-da. Oddiygina Befri kompaniyasi mana shu dunyoda borligini, mana shu oddiy insonlar uchun yaratilganligini, mana shu sizni bizga o'xshagan oddiy insonlar har kuni internet tarmoqlarida aytishadi, jar solishadi, baqirishadi, har kun aytib xursand bo'lishadi. O'zlari qanchalik daromad qilayotgan bo'lsa, sizlarni ham shunchalik daromad qilishlaringni xohlardi. Men ham xohlardim. Shu uchun profilimda silkam bor, Telegramimga o'ting, hammasini o'zim o'rgataman.